Assalomu alaykum. Allohning go'zal ismlaridan sizlarga o'qib beraman. Birinchi Ar-Rahmon, barcha yaratgan mahluqotlarni, mo'minlarini, kofirlarni yediruvchi, ichiruvchi, ularga marhamat etuvchi o'ta mehribon zot. Ar-Rahim, oxiratda faqat mo'minlarga mehribonlik qiluvchi cheksiz marhamatli zot. Al-Malik, mulki va saltanati, xazinasi cheksiz podshoh, koinot va har narsani yolg'izgina hukmdori. Al-Quddus, turli xil nuqson va kamchiliklardan pok zot. Assalom, har aybdan xoli va qullarini turli xil tahlikalardan salomatlikka yetishtiruvchi. Al-Mo'min, ko'ngillarga iymon e'tiqod etuvchi, unga qullik qilganlarga omonlik beruvchi, ularni o'z himoyasiga oluvchi va rahmat baxsh etuvchi. Al-Muhaymin, o'zi istagan har narsani egallab qoplab oluvchi. Al-Aziz, hamma vaqt faqatgina g'olib bo'lib, hech ham mag'lub bo'lmagan haqiqiy izzat va qudrat sohibi. Al-Jabbor, qullarning holini tuzatuvchi. Al-Muttakabbir, tanho kibr egasi, kattalik yarashuvchi zot. Al-Xoliq, olamdagi har narsani o'z xohishi bo'yicha yaratuvchi, bor qiluvchi. Al-Bori, yaratgan har bir narsani uyg'unlikda, ya'ni bir-biriga mos holda yaratuvchi. Al-Musavvir, yaratgan har bir mavjudot va mahluqotlariga o'z istagan shaklini, surasini beruvchi. Al-G'affor, gunohkor qullarining ayblarini, gunohlarini fosh qilmay yopib turuvchi, afv etuvchi va afv etishni sevuvchi o'ta marhamatli zot. Al-Qahhor, istagan har bir narsasini bo'ysundiruvchi, hamma vaqt g'olib bo'luvchi zot. Al-Vahhob, cheksiz ne'matlarni beminnat beruvchi, marhamatlilarning eng marhamatlisi. Ar-Razzaq, yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlarni yedirib ichiruvchi, ularga rizq beruvchi. Al-Fattoh, har qanday mushkulliklarni yengil qilgan, rahmat xazinalarini ochuvchi mehribon zot. Al-Ali, har narsani biluvchi, qudratli, hikmatli, ilm sohibi. Al-Qobis, istagan bandasini rizqini qiyuvchi, ruhini oluvchi. Al-Bosit, rohatlik, kenglik ato etuvchi. Al-Hofiz, unga qullik qilishdan bosh tortganlarini pastlatuvchi. Ar-Rofi, uning amrini bajargan, unga qullik qilganlarning martabasini ko'taruvchi. Al-Muiz, istagan qulini aziz qiluvchi, izzat va sharaf ato etuvchi. Al-Muzil, istagan bandasini xor etuvchi. As-Sami, maxfiy va oshkora gap va sharpalarni, hattoki dilidan o'tgan tuyg'ularni ham eshituvchi. Al-Basir, barcha maxfiy oshkor narsalarni ko'ruvchi. Al-Hakam, al-qattiq hukm etuvchi. Al-Adl, o'ta adolatli, haqiqiy adolat sohibi. Al-Latif,
bandalariga sezdirmay o'z lutflari ihsonini yetkazib beruvchi al-Xabir, hamma maxfiy va oshkora ishlardan xabardor. Al-Halim, jazolashga shoshmaydigan, yaxshilik qilishni, qullarini sevintirishni xush ko'ruvchi. Al-Azim, azamatli, ulug' buyuk zot. Al-G'afur, gunohkor qullarining gunohlarini kechiruvchi. Al-Shakur, oz ishga ko'p mukofot beruvchi. Al-Ali, ulug' martabali, buyuk Alloh oliy darajali zotdir. Al-Kabir, har sohada yuqori turuvchi. Al-Hofiz, o'z panohida saqlovchi, muhofaza etuvchi. Al-Muqit, qullarning moddiy, ma'naviy hamda har tomonlama ta'minlovchi. Al-Hasib, har bir ishini o'zi hisob qiluvchi. Al-Jalil, barcha sifatlari kamchiliksiz, nuqsonsiz, mukammal bo'lgan ulug' zot. Al-Karim, saxovatli, karami keng, kechirimli zot. Al-Raqib, barcha narsani muhofaza qilib turuvchi, kuzatuvchi. Al-Mujib, duolarni eshituvchi, ularga qabul qiluvchi. Al-Vasil, mulk, rahmati, qudrati cheksiz bo'lgan zot. Al-Hakim, hikmat egasi, barcha maxluqot va mavjudotni hikmat bilan yaratuvchi zot. Al-Vadud, bandalarining muhabbatiga loyiq, do'st, mahbub, o'zi ham ularni juda sevuvchi. Al-Majid, ne'mati va ihsoni bepoyon zot. Al-Rais, payg'ambarlar yuboruvchi, o'lgandan keyin qayta tiriltiruvchi. Ash-Shahid, osmon va yerdagi hamma narsani bilib ko'rib turuvchi guvoh. Ash-Shahid, osmon va yerdagi hamma narsalarni biluvchi guvoh. Al-Haq, haqiqatdan mavjud zot, hech o'zgarmay turuvchi. Alloh taoloning borligi va birligi haqida, u o'zgarmasdir. Al-Vakil, qullariga vakil bo'lgan, ularga har sohada kifoya qiluvchi. Al-Qoviy, haqiqiy quvvat va qudrat sohibi. Al-Mantin, quvvatli, matonatli. Al-Bali, mo'min qullarining do'sti va yordamchisi, ularning hammasi Allohning himoyasidadir. Al-Hamid, hamd sano va maqtovga loyiq bo'lgan yagona zot. Al-Muhsi, yaratgan barcha narsaning sababini, sanog'ini biluvchi. Al-Mubdi, barcha yaratganlarini hech bir namunasiz yo'qdan bor qiluvchi buyuk zot. Al-Muid, barcha yaratganlarini o'ldirishga va o'lgandan so'ng yana qayta tiriltirishga qodir zot. Al-Muhiy, barcha maxluqotlarning jonlarini jonlantirgan, ularga hayot berib tiriltirgan. Al-Mu'min, o'ldiruvchi va o'limni yaratuvchi. Al-Hayy, tirik, mavjud, abadiyat, hayot sohibi. Al-Qoyim, hamisha mavjud va sergak. Al-Vajid, istagan har bir narsasini topish qudratga ega. Al-Majid, saxiy va o'ta karamzot. Al-Vahid, har qanday sohada yagona zot, ibodat
ibodatga loyiq yakkayu yagona zotdir. Undan boshqa iloh yo'qdir. As-Somat, yakkayu yolg'iz, behojat, lekin hojatbaror zot. Al-Qodir, har narsaga qodir, cheksiz qudratli zot. Al-Muqtadir, cheksiz qudrat sohibi. Al-Muqaddim, istagan qulini ilg'or qiluvchi, o'ziga yaqin qiluvchi. Al-Mahhir, istagan qulini o'zidan uzoq qiluvchi, orqada qoldiruvchi. Al-Avval, har narsaning boshlang'ich avvali. Al-Axir, hamma narsani oxiri boqiy Alloh taolo ham avvalidir, ham oxiridir. As-Zohir, borligi, mavjudligi, yakkayu yolg'izligini ayon bo'lgan buyuk zot. Al-Batin, o'zi mavjud, lekin sezgi vositalarimizdan maxfiy zot. Al-Vali, koinotdagi barcha ishlarni o'z xohishi bo'yicha tasarruf etuvchi hokim. Al-Muttaoli, har narsadan ulug' bo'lgan oliy martabali zot. Al-Bor, qullarga yaxshiligi va ehsoni cheksiz zot. Al-Tavvob, tavbalarni qabul qiluvchi, gunohlarni afv etuvchi. Al-Muttaqim, gunohkor qullarini jazolovchi, ulardan ushaluvchi. Al-Avf, gunohlarni afv etuvchi. Al-Rauf, o'ta marhamatli, mehribon zot. Malikul mulk, koinotdagi barcha mol-mulklarning tanho sohibidir. Zul jaloli val ikrom, haqiqiy sharaf sohibi. Qullariga ikrom, ehson cheksiz zot. Al-Muqsit, qilayotgan har bir ishini adolat bilan amalga oshiradigan. Al-Jomi, istagan har narsasini bir oraga to'plovchi. Al-G'ani, badavlat, hech kimga muhtoj bo'lmagan. Al-Mughni, boylik beruvchi, istaganini boy qiluvchi. Al-Moni, istamagan narsasini bo'lishini mani bo'luvchi. Az-Zor, istagan quliga zarar, musibat va ofatlar yetkazuvchi. An-Nohi, foydali va manfaatli narsalarni yaratuvchi, istagan quliga foyda va manfaat beruvchi. An-Nur, borliqni munavvar etuvchi, istaganini qalbiga nur kirituvchi. Al-Hadi, qullarga hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi. Al-Badi, hech kimdan nusxa olmagan holda yaratuvchi, ixtiro qiluvchi. Al-Boqi, doimiy bo'lib oxiri bo'lmagan, boqiy yashovchi zot. Al-Voris, o'zi yaratgan borliqni meros qilib oluvchi. Ar-Rashid, dalillarga muhtoj bo'lmagan va hidoyatga boshlovchi zot. As-Sabur, gunohkor qullariga jazo berishga shoshmaydigan o'ta sabrli zot.
Bo'ldi 99 nomladi. Ustoz Zarifaxon opani sizga yetkazgan ma'lumotlari ma'qul bo'lsa, like tugmasini bosing.